eng muhim joyi. Ko'pchilik shu dorini noto'g'ri ishlatadi va foyda ko'rmaydi. Bu kapsula ichish uchun emas, aksincha ingalyatsiya uchun. Bu yutilmaydi, nafas orqali olinadi. Kapsulali qurilmani ochasiz va ichiga kapsulani joylaysiz. Ikkita yon tugmani bir marta bosasiz. Ingalyator foydalanishga tayyor. Endi ingalyatordan foydalanish texnikasini ketma-ketligi bo'yicha foydalanishni boshlaymiz. Chuqur nafas chiqarib olamiz. Og'zimizga olib borib, chuqur nafas olamiz. Kapsulali ingalyatordan to'g'ri foydalanish texnikasi ketma-ketligi shundan iborat. Foydalangandan so'ng albatta og'izni chayishni unutmang. Bu eng muhim joyi.